Hazrati Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U zot Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan eshitdim dedilar. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam aytadilar: agar bir kishi o'z uyiga kirsa, kirish vaqtida Allohning nomini zikr qilsa va taomlanayotgan paytida Allohning nomini zikr qilsa, shayton aytadiki: la mabita lakum va la ashaa. Sizlarga shayton o'zini lashkarlariga aytadi: sizlarga tunaydigan joy ham yo'q, yeydigan taom ham yo'q deydi. Agar bir kishi o'zini xonadoniga kirsa-yu Allohning nomini zikr qilmasa, shayton aytadiki: ha, mana yashaydigan, tunaydigan joy topdilaring deydi. Agar taom paytida ham Allohning nomini zikr qilmasa, shayton o'z lashkarlariga aytadiki: tunaydigan joy ham topdilaring, yeydigan taom ham topdilaring deydi. Qarang, Alloh taoloni zikr qilishda bizga qanchalar bir buyuk manfaatlar bor. Misol uchun, xonadonga kirish paytida Allohning nomi zikr qilinmasa, assalomu alaykum deyish yoki assalomu alayna va ala ibadillahis solihin deb uyga kirish, bu Allohning zikri bu. Mana shu zikr qilinganda shaytonga mana shu xonadonda nasiba qolmaydi. Chunki shayton alayhi la'nani o'z lashkarlariga aytadiki: bo'ldi, endi sizlarga bu turadigan, tunaydigan joy qolmadi deydi. Chunki farishtalar bo'ladi u joyda, jinlar, shaytonlar chiqib ketadi. Taom ham xuddi shunday. Taom yeyishlik paytida ham agar Allohning nomi zikr qilinsa, shayton aytadiki: sizlarga taom, ya'niki yo'q, taom qolmadi sizlarga. Chunki mo'min musulmon o'zining taomiga jinlarni endi sherik qilmaydi. Jinlar, shaytonlar kela olmaydi u taomga. Demak, Allohning zikrida bizga shunday bir buyuk saodat, juda buyuk manfaat borki, har doim jinlar, shaytonlar insonning ortidan yuradi. Uyiga kirib zarar qilishni xohlaydi, taomiga yaqinlashib, unga zarar yetkazishni xohlaydi. Har qanday onda shayton uning yoniga yaqinlashib zarar yetkazishga harakat qiladi. Demak, bu ikkita narsa. Birinchisi uy. Insonning juda ham ko'p vaqti shu uyida, xonadonida, maskanida o'tar ekan, kirishdan oldin salom yo'llab Allohning zikrini aytib kirsin. U shaytondan bo'ladigan yomonliklar juda ham ko'p. Juda ham turlari ko'p. Agar uydan uni chiqarib yubormasangiz, u kirib uyda siz bilan birga yashaydigan bo'lsa, juda ham ko'plab zararlar yetkazadi. Misol uchun, kiyim alishtiradigan paytingizda zarar yetkazadi yoki o'tirganingizda, turganingizda, har qanday holatda. Demak, biz o'zimizni himoyalash uchun ham, Alloh taologa yaqin bo'lib, shaytonning vasvasalaridan uzoq bo'lishimiz uchun ham xonadonimizga kiradigan paytimizda Allohning nomini zikr qilishimiz va taom paytida ham Allohning nomini zikr qilishimiz lozim bo'ladi. Bu hadis Sahih Muslimda kelgan.